Haliyam yo'lda ketyapmiz. Yo'limizda hali yana 2-3 soatimiz bor. Ko'pchilik so'raydi, elektrik mashina, nimaga elektrik mashina? Ayniqsa nimaga endi imенно Tesla? Ha. Nima qulayliklari bor, jonim? Tesla'ning endi Tesla'ga kelganda nimasi bilan ustunligi bor? Birinchidan zaryad stansiyalari. Amerika bo'ylab hamma shtatlar, har shaharlarda bitta emas, ikkita, uchta, to'rtta stansiyalari bor. Masalan, yo'lga chiqsangiz, avtomashina o'zi masalan mana ko'ryapsizmi, o'zi aytyapti. 30% keyingi nimaga stansiyagacha shu navigator o'zi olib boradi. Men o'ylashim kerak bas. Qayerda stansiya bor, qayerda zaryad qilishim bor, bunaqa bosh og'riq narsalar chiqib ketadi kallangizdan. Tesla minsangiz. Ikkinchi qulayligi avtopilot. Hozirgi paytda Amerika boshqa davlatlar bilmadim-u. Amerikada avtopiloti Tesla'daqa zo'r nima deydi? Kuchli avtopilot hali yo'q. Bular Tesla'ga teng keladigan avtopilot yo'q. Masalan, nima deydi? Hozir Xitoy bilan solishtirganingizcha, Xitoyda ham mashinalar juda ham chiroyli-ku. Elektrik mashinalari ko'p. ha, albatta, Xitoyda mashinalarga gap, so'z bo'lishi mumkin yo'q. Endi men ko'rgan bir ikkitasini ko'rdim O'zbekistonda. Lekin hali minib ko'rganim yo'q. Amerikada mumkin bas. Nima deydi? Zapret degan. O'zini bozorini himoyalash uchun. Endi Xitoy zo'r ketyapti, lekin nima deydi? Hozirgi paytda kompyuter programmasi menimcha, men o'ylashimcha hali ancha oldinda Tesla. Teslaga yetadigani yo'q-a baribir. Yangisini olsak bo'ladi, lekin 2017gacha Tesla o'zini mashinasi, avtomashinalarini sotish uchun supercharge zaryadka degani, supercharge yo'ldagi zaryadlarni bepul zaryad qilishga ruxsat bergan. Bu degani hozir shu mashinani o'zi ham qancha, 6 oy oqtardim. To'g'ri. Balkim 6 oydan ham 6 ko'proq oydan ham ko'p ketdi topish uchun. Nimaga? Bunda avtopiloti bor. Hozir sotib olaman desangiz $8,000 turadi. Qo'shimcha. Ha, mashinani ustiga. Plus yana nimasi bor? Bepul zaryad. Bu degani Amerikani bepul любой shtatiga benzinga pul to'lamay maza qilib aylanib yursak bo'ladi. Shuning uchun shu mashinani tanlaganmiz. Eski bo'lsa ham qulayliklari ko'p. Nima Amerikaliklar buni unicorn deyshadi. Unicorn? Ha, o'zbek tilida Tesla Model S aytyapsiz, unicorn modelimi? Shu avtopilot, keyin yana bepul zaryadka, shunaqasini unicorn deyshadi. Buni tushungan odamlar bunaqa mashinani ovlab yurishadi. Bozorga kamdan kam chiqadi. Tushunarli. Hozir bormi? Tesla hozir shunaqa opsiya beryaptimi yangi mashinalariga? Hozirgi paytda S bilan X'ini yangilash uchun yaqinda yangisi chiqarilgan. Eskisini sotish uchun bepul supercharge beryapti, lekin avtomashinadan o'tmaydi. Masalan, siz o'sha mashinani sotsangiz, unda yo'qoladi. Biznikida shu mashina yo'q bo'lib ketgunicha o'sha opsiyasi turadi. Masalan,
men bu avtomashinani birovga sotsam, o'sha bilan Transfer bo'ladi. transfer bo'ladi. O'sha yangi nimasiga o'tadi, vладелецiga. Shuning uchun bu mashinani kelgan joyda ham, masalan, sotaman desa ham, boshqa avtomashinaga qaraganda yaxshi pulga keladi. Endi hozir siz superchargerni gapirdingiz. Bu self drive o'zini o'zi boshqaruvchi. Self drive'da mana masalan hozir mana ko'ryapsiz. Hozir masalan ushlaganim yo'q. Ushlaganingiz yo'q. Hozir mana avtomashina sekin ketyapti. Endi hozir masalan o'zi keyingi liniyaga o'tish kerak edi. Hozir nimaga o'tmayapti? Chunki yomg'ir yog'sa nima hozir aytyapti, full self driving may be degraded or weather detected degani pagoda yomonligi uchun sekinroq ketyapman deyapti. Endi hozir mana qarang, поворотni yoqdimi? O'zi mana поворот keyingi liniyaga o'tdi bemalol. Qiynalmasdan. Bu GPS sizga qarab ketaveradi-ku, to'g'rimi? Masalan, exitga chiqish kerak bo'lsa ham doim o'zi chiqadi. Bu meniki shahar uyingizgacha olib boradigan. Buni ham ikki xili bor. Masalan, Tesla'lar bor. Tesla'larda shu oddiysini olsangiz, avtopiloti bo'ladi. Bu avtopilot degani faqat shu yo'lda rulda ushamaganing uchun bildi. Endi hozir narushение berdi. Nimaga? Mana menda yalqovlaydi bu ham. Mana bunaqa narsalar chiqarishga og'irlik beradi, xuddi qo'lingiz turganga o'xshaydi. Lekin Tesla aqlli mashina. Hozir mana bilib qoldi borligini. Endi meni zapret qilib qo'ydi. Endi bu ham sizni o'zingizni xavfsizligingiz uchun-da. Chunki ma'lum avtopilot bo'lgani bilan doim hushyor turish kerak. Bu ko'rsatmasi bir narsa bo'lsa, baribir nima deydi, kompyuter robot o'zingiz qo'lga olishingiz kerak-da. Shuning uchun mana aqllida shuni strike berdim. Hozir mana bitta nima oldik endi. Nima deydi, shtraf oldik. Avtopilotda 3 ta shtraf beradi. 3 ta shtraf, har bitta shtrafi bir haftadan keyin tushadi. 3 ta shtraf olsangiz, bu degani bir oy, почти bir oy avtopilot ishlamaydi degani. Hozir mana nima deydi, eski mashinaga o'xshab o'zim minib ketyapman. Bu ahmoqni qarang, mana truck driver yo'lni o'rtasida ketyapti. Yo'l bermaydi. 68 ketyapti. Yo aqqa o'tmaydi, yo baqa. Bunisi bag'da turibdi, yo'l bermaydi. Shunaqa nima deydi? Iltimos truck driverlar nima deydi? Ehtiyot bo'lib, shoshilmasdan, nima deydi? Pulni orqasidan quvlamasdan, vaqti kelganda dam olib, o'zlaringni o'ylab, sog'liqlaringni o'ylab mana yuringlar. Bu degani sizlarga ham, bizga ham nima deydi, foydasi bor. Chunki sizlar sog'lom va ehtiyotkorlik bilan yursalaring, biz ham bir yo'lda qo'rqmay yuramiz. Hozir masalan men ko'pincha traklardan uzoqroq yuraman, chunki hani har xil nima deydi, pioner dokumenti kecha olgan shopirlar ko'payib ketgan hozir trak biznesida. Shunga ehtiyot bo'lib, maslahatim uzoqroq yuraveringlar traklardan, bilib bo'lmaydi. Yana biron narsa qo'shimchangiz bormi? O'zi yana silishkim ko'p qo'shimcha bo'lib ketdi. Oxirida aytmoqchiman, shu elektrik mashina
minib yurganimizga manimcha 4 yil bo'lyaptimi? 4-yilmi? 4 yildan 4 yil bo'ldi ha. manimcha. Oshdimi ikkinchicha. Endi elektrik mashinadan keyin oddiy qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar benzin qo'yib minadigan Yo'q, mashinaga hech- almashtirolmay qolganman. Tasavvur qilolmayman man benzin mashinani minishni. Chunki bilaman, hajmi juda ham katta emas. Oldin doim menga katta SUVlar yoqar edi, har doim olib berganingiz. Lekin hozir taklif qilganda ham Akmal aka har doim yo'q deyapman. Olsangiz yaxshi bo'lardi, lekin manaqa uzoq yo'llarga chiqqanimizda katta mashina minsangiz yaxshi bo'lardi. To'g'ri, lekin balkim siz ham nima qilgisi kelmayapti? mani ham Akmal akani ham olgisi kelmayapti katta, mani ham. Balkim Tesla biz uchun chiqarar. Ha, shuni niyat qilib turibmiz. Ilonjonga insof bersin. Tezroq Teslaga qaytsin. U shu Teslani yana yangi yutuqlar, yangi nimalarga nima qiladi? Yutuqlarga, yangi avtomashinalar chiqarishiga yo'lga qo'yish niyatimiz bor. Shunaqa azizlar, bu ozginagina yo'lda ketayotib sizlar uchun tayyorlagan videomiz. Yoqadi deb umid qilaman. Yoqqanlar like bosinglar va bizni kuzatishda davom etinglar.